Mashitga ham polistirol boshladim dedi. Otabek ekan borku, ayvash. Terrasa qiladi. Terrasalar bundan sal kattaroq joy, joy. Shu yerga taxminan faqat polni o'ziga 15 ming dollar ketdi. Qancha ketdi aka? Keyin qanaqa qildingiz? Shu bizga ham shu bir 10 ming dollarda ketdi. 10 ming ketdi. Nimalar qildingiz? Shu plitani ustidan gidroizolyatsiyalar qilindi. Undan keyin bo'shlik joyini to'ldirish uchun variant bor yoki keramzit yoki stashka tabiiyki bu og'ir bo'ladi. Poke variant miyamizga keldi. Zichli o'sha 16 plotnosmi, 18 plotnosida bor ekan. O'shani plita qilib, o'sha 1 metrga 2 metr qilib kestirib, siz zavodingizda olib kelib tashab, ustidan yana 7 santimetrli stashka qilib. Uklon bilan stashka. Uklon bilan 2 santimetrli stashka qilindi. Yomg'ir ko'rdi. Yomg'ir ko'rdi, hamma narsa ko'rdi. Ro'za hammasi yaxshi. Pastda xonadonmi yoki naves? Yo'q, pastda darvozaxona. Darvozaxona. Parkovchiniy zona. Polni bo'tki basni tekshirildimi yoki tekshirilmadimi? Yo'q, unaqa tekshirilmadi, lekin suv sepilib, ozgina to'ldirilib, uklonlarni hammasini tekshirildi. Zo'r, Nobodoga agarda terrasa qilsanglar, o'sha yerga penoplast ishlatsanglar yoki polistirol lombozma ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin uni yana borib o'tgandan keyin mutaxassislar maslahatlashib ko'rasizlar. Izolyatsiya uchun ishlatiladi. Poralar qolib ketgan hisobiga o'tkazib yuborish mumkin. Eng yaxshisi izolyatsiya uchun tomga ishlatgani ma'qul.